Okey, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men o'sha mashhur yana Galyar do'st. Okey, bugungi videoda men Mojo Launcherni qanday qilib qotmaydigan qilishni ko'rsataman. Okey, YouTube'da anchadan beri dam olish qildim, shuning uchun uncha video chiqmadi. Okey, birinchi bo'lib Mojo Launcher mana ichiga kirib olamiz, Play Market'da skachat qilib. Okey, birinchi bo'lib nima qilishimiz kerak? Unda mana bunda pastida qalamchani yonida turibdi mana. Create new index ustiga bosamiz shu pidutchani. Okey, bosdik. Mana bu yerda Neo4j bor, 4j bor, Modpack bor, boshqa narsalar ham bor. Bizga Optifine kerak. Mana install Optifine. Shuni ustiga bosamiz bir marta. Okey, endi bu yerda versiyalar chiqib keladi. 1.22, xohlagan versiyalar bor. Agar telefonlar sal kuchliroq bo'lsa, 1.16.5 yoki kuchliroq bo'lsa 1.12 tavsiya etaman. Mana 1.16.5 kuchliroqlar uchun, 1.12 esa sal pastroqlar uchun bo'laveradi. Okey, men 12.2 da ko'rsataman, shuning uchun ustiga bosamiz bir marta 12.2 ni. Okey, mana bunda Optifine XD shuni ustiga bosamiz. Mana shuni 6.2 1 bo'ldi. Yuklashini kutamiz. Okey. Bo'ldi, mana bundan chiqib ketmaylar, bo'lmasa yuklamaydi. Installni bosib qo'yamiz, bo'ldi. Bo'ldi, yuklab bo'ldi. Xo'sh, endi buni kiramiz. Mana shu yerda turadi, bosasizlar ustiga va playni bosib kirasizlar. Okey, yuklashini kutamiz-da, kirib ketaveramiz. Okey, kirdi va nihoyat. Tak. Menimcha tezroq kirsa kerak. Men modlar bilan juda ham qiyin kiradi. Bu modsiz Optifine o'zi. Agar telefonlar kuchsizroq bo'lsa, juda ham sekin kirishi mumkin. Chiqib ketishga shoshilmanglar. Shuning uchun videodan sizlar esa hozir kanalga obuna bo'lib, like bosinglar. Iltimos, 2 ga oz qoldi. Okey, mana kirib oldik. Endi bu yerda mana menu ochildi. Endi bizga Optunes kerak. Mana shuni ustiga bosamiz. Keyin bu yerda sizga FAW mana shu normalda turadi. Siz xohlagancha qilishingiz mumkin. 99 qulayroq. Video settingsni bosamiz. Okey, mana bunda maksimum bilan fetch turadi. Ustidagi chunkni to'g'rilashimiz kerak. Chunk sizda 12 ta turishi mumkin yoki 2 ta turishi mumkin. Siz 5 taga qo'yasiz chunkni, 5 taga yoki 5 ta. Telefonlar kushiga bog'liqda bu telefoninglarni. Okey, men 6 gami 5 ga ham qo'yib qo'yaman. Okey, sizda fancy turadi. Biz fast ga qo'yib qo'yamiz. Okey, bu maksimum turadi. Buni minimum qo'yishimiz kerak. Mana minimum. Okey, endi muhimi animatsiyonga qilib, mana bularda all on turadi. Biz all off qilib qo'yishimiz kerak bularni. Keyin donni bosib bemalol mir yaratishimiz mumkin. Okey. Tak, mana qayerda to'xtagandik, o'sha yerdan boshlaymiz. Okey, mana mirni yaratamiz. Create new world. Albatta creative. Bu yerda qaraylik, bu yerda ishlamay ekan. Bo'pti, create new world ni bosib kirib ketaveramiz. Okey. Create new world ni bosamiz. Bo'ldi, endi mir yaratmoqda. Qachon yaratar ekan bu mirni? Okey, sizlar esa kanalga obuna bo'ling. Yo, mana nihoyat yarata boshladi. Okey, mana mirga kirib oldik. Tak, FPS normalniy 10-27 ta ro'parasida. Men ham video olyapman, ham mana internetim yoniq. Internetlarni o'chirib kiringlar, maslahat, uncha qotmaydi. Men ham shunga ozgina qotyapti menda. Bo'lmasa 100 ga chiqib ketardi. 120, 160. Osh, musik. Men buni all off qo'ying. Ustidagi boyagini ko'rsatmabman. Sizda mana buncha turadi. Siz buni qo'yasiz. Yo'q, nima qilib qo'ydim? Mana buni hozir to'g'rilab olay. Yo'q, qani edi, juda ham mayda bo'lib ketdi hozir. Mana buni ham o'chirib qo'yasizlar. Xo'sh, mana normalniy. Yana bosib qo'ydim shuni. Yana shuni qo'ydim, bo'ldi. Buni 0 ga qilamiz, bo'ldi. Endi brightnessni ham o'chirasiz, all off turishi kerak, bo'ldi. Bu esa normal turishi kerak, ya'ni 50. Siz buni 0 ga tushirib qo'yishingiz kerak, bo'lmasa qotadi. Shuning uchun qotmasligi uchun kerak bu. Buni ham sizda 120 yoki 160, siz buni maksimum qo'yishingiz kerak, bo'ldi. Donni bosib bemalol o'ynayverasizlar. Okey. Tak, FPS normalniy, mazza qilib survival qilib narsalar qursanglar bo'ladi. Lekin do'stlaringizni mirga chaqirishingiz mumkin yoki server ochib o'ynashingiz mumkin. Server qulayroq, chunki siz mir yaratib do'stingizni taklif qilsangiz, unda do'stingizniki yoki sizniki qotib, sizdan mirdan o'tib olish mumkin. Mana bunaqa ko'priklar qurishingiz mumkin. Sizga maslahat, serverda o'ynanglar obunachilar. Server ochishni ham kelasi videolarda ko'rsataman. Agar server ochishni ko'rsating desanglar, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Okey, mana bunday qurib tashlasa bo'ladi obunachilar, zo'r-ku.
Okey. Unda asosiy menyuga qaytsak, bu yerda ham nastroyka qilishimiz kerak ozgina. Xo'sh, tepadagi mana bu 3 ta chiziqning ustini bosamiz. Xo'sh, Java Tweaks bor, o'sha qilamiz. Agar telefonlar kuchliroq bo'lsa, maksimum qilib qo'yinglar mana buni. Agar sal pastroq bo'lsa, mana buni tavsiya qilaman. Undan past bo'lsa, balki 0 ga ham qilib qo'ysalar bo'ladi, lekin telefonlarni qotmasligini xohlasanglar maksimum qilib qo'yishingiz mumkin. Bular telefonlarning kuchiga bog'liqda, do'stlar. Okey, mana buni kiramiz rendersga. Xo'sh, bular sizda yoniq turadi. Siz buni o'chirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ikkalasini ham bu sizda 100% turadi. Siz buni 75 qilishingiz kerak bo'ldi. Normal shuni 75. Okey, bo'ldi. Xo'sh, endi nima qilsa ekan? Barchaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men yana o'sha mashhur Galyard Uz bo'ldim. Bilaman, video anchadan beri kechroq chiqdi. Men shu video olish uchun tanaffus qildim. Okey, hammaga xayr. Sizlar bilan men Galyard Uz. Barchaga xayr.